Qirg'izistonda Qorako'lda liza uchish necha pulga tushadi sizlarga? Bor yo'q $200 sarflab kelarmi deylar. Nima deysizlar? Yoki Shveysariyaga $4000 rasxod qilib borib kelgan yaxshimi? Eng qizig'i bu yonimizda qo'shni davlat Qirg'iziston. Qorako'lda mehmonxonada bir kunga dam olish necha pulga tushadi sizlarga? Bitta xona 2,5 so'm, u 2 kishiga 1250 so'mdan to'g'ri keladi. Zavtrak ichida. Shvedskiy stolcha ham bo'ladi. Mana Qorako'lga kiraverish kishi boshiga 100 so'mdan ekan. Hop, mana skipays. Narx-navosi. Qorako'lda necha pul mana. Buni yaxshi tarafi nashnoyi ham bor ekan. Nashnoyi mana 6,5 dan 10 gacha ekan, misim ekan. To'g'ri? Mana men hozir eng tepasidan tushaman. Undan oldin birinchi 3040 ta chiqaman. Ko'rishim kerak yo'nalishlarni. Va nihoyat mana chiqib oldim. Tepaga qarab ketyapman. Mana shu trassa, Novichoklan trassasi mana stalbalar bor. Ko'rsanglar, bu kech payt ham ishlaydi, ma'lumot uchun. Soat 6 dan 11 gacha uçsanglar bo'ladi. Uzunligi bir 600 metr, no 1 kilometrga yetmaydi. 600 metrda yozib qo'yibdi. Lekin kech payt ham bir tema bo'lar ekan, chiroyli, kak archalar orasidan tushgandek bo'lasizlar. Ham go'zalligini qaranglar. Wow! Mana shunaqa o'rmonzorlarda uchishi qolamasmi deylar. Endi kichkina ma'lumot bersam, mehmonxonalariga gap yo'q, umuman problem yo'q. Narxi juda arzon. Ovqatdan umuman qiynalmadik. Hammasi shuni. Qatga kirsa, biz ikkilanib turdik. Bizadagi bo'larmikin dedik, qolishmadi. 30-36 ga qolishmayapti. Yo'llariga kelsak, off-road mashina bo'lish shart emas. Tikoda ham kelsanglar bo'ladi. Men qoyil qoldim, lekin Qirg'izistonda shunaqa zo'r lijniy kort bor ekan. Mehmon do'st ekan. Aholisi ham muomalasi vahshiy zo'r, xush muomala. Endi nima desa bo'ladi? Maqtayapti deyishinglar mumkin, lekin kelib ko'rsanglar, o'zingizlar bitta solishtirgandan keyin bori, xuddi shu gapni aytasizlar. Uzunligini qaranglar, trassani 4,5 kilometr. Mana qaranglar. Archizorlarni. Vay! Boshqa tema-ku bu. Mana Qorako'lda eng baland trassasi, bundan tepada yana xuddi shunaqa spusk, mana Mametdan kirib ketsa bo'lar ekan, pastki. Mani O'zbekistondagi rekordim 117. Mana shu trassada xudo xolasa 150 ga harakat qilib ko'raman. 150 ni plan qilyapman. Mana. Voy, nima deyapti? O'rmonzorlarda uchish. Mazzami? Qirg'iziston number 1. O'zbekiston number 1. Biroz zo'roq ekanlar, gap yo'q lekin. O'rtoq bo'lib qoldik. Qani O'zbekistondan kelib bormi ekan? Eshitib ko'rasiz. O'zbekistondan odam bormi? O'zbekistondan kim bor? Liza uchayotganlar. Bu yerda bitta odam bor ekan. Mana. Qirg'izistonda ham topdik o'zbekistonliklarni. Yo'l yaxlagan, yo'l. Hey. Готово? Осторожно. Ага. Freeride bo'lsa freeride. Voy, mazzami. Ana to'yda sog'inganlar bormi bunaqa ishlar? Albatta bilmagan yo'li. Juda taassurotga boy bo'ldi. Maza qildik lekin bori. Alhamdulillah. Rahmat. Trassaga gap yo'q. Просто respekt.